Qosim Nanotuviy degan Hujjatul Islom rahmatullohi alayh shu olimni biz esa ko'p gapirganmiz. Hind odami. O'zbeklar haqida gapiradigan odamlar qolmadi. Gapirilish kerak bo'lgan odamlar ko'p bo'lsa ham ularning hayoti haqida bir narsa yo'q. Masalan, hayotini haqida batafsil yozilgan odamlar yo'q. Qani gapirsiz o'zbeklar haqida. O'shaning uchun endi bizga yaqinroq shular endi. Qosim Nanotuviy rahmatullohi alayh kambag'allik bilan hayot kechirgan, o'zi doim lo'ngida yurar ekanlar, ustiga kiygan ko'ylagi ham yo'q ekan. Hazrat Mavlona Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayh hayot o'tirgan vaqtlarda Hazrat Mavlona Abdulhay 1304-yilda dunyodan o'tgan. 1304-yilda. U kishidan sal oldinroq Hazrat Qosim Nanotuviy dunyodan o'tgan. Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayh tutqanoqlarda bo'lgan ekan. Yuraklari prinsip berib qolib o'lib qolgan. O'sha vaqtida o'zini davrini juda buyuk vahobiylardan bittasi Hazrat Siddiq Hasanxon degan olim o'tgan. Xudo rahmat qilsin. Qanaqa odam bo'lgan bo'lsa hamki, oxirida yaxshi holatda dunyodan o'tgan edi. Ana shu Siddiq Hasanxon umrini hammasini Hazrat Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayh bilan tortishishga bag'ishlab olgan ekan. Hammasini. Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayh ham u ham ikkovlari ham bir-birini haqiqiy tortishishga arziydigan raqib deb hisoblar ekan. Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayh bilan tortishgan shu Siddiq Hasanxon o'zini Bopal degan bir viloyatida kambag'algina bir qishloqi odam. Bopal shahrining gubernatori o'lib qoldi. Gubernator o'lgan, Siddiq Hasanxon lekin ilm bilan mashhur bo'lib turgan. Gubernator o'lgandan keyin gubernatorning xotini Malika yolg'iz qolgan, odamlar keyin u Malikani kirib gijgijlashib, shu Siddiq Hasanxon juda zabardast yaxshi olimda, shunga teging deb nasihat qilishibdi. Siddiq Hasanxon qishloqda o'tirgan bir odam birdaniga hali xotindor gubernator bo'lib qolgan. Shu bilan bu odamning puli ko'payib ketib qolib, o'zini e'tiqodidagi o'sha buzuq e'tiqodidagi kitoblarni Hindistonda tarqatishga shu xotinning puli sabab bo'lib qolgan. O'shaning uchun Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayh bilan tortishib oxirgi tortishlardan birida sen xotining tufayli osmonga chiqib ketgan odamsan degan bir ta'naviy ma'lumotni qilgan ekan. Xullas, Abdulhay Laknaviyga bu odam bir kelgan xatiga xat yozib turgan vaqtida eshikdan bir yugurib kelib Abdulhay Laknaviy hozir yuragi ushlab qolib o'lib qoldi deganda Siddiq Hasanxon rahmatli yig'lagan ekan. Yig'lab qo'ldagi qalamini sindirib tashlab aytgan ekan, endi bu qalam yer yuzida o'zini javob yozadigan odamni topolmaydi. Unga dushman edim men. Abdulhay Laknaviy haqiqiy raqib edi. Xullas, shunday zabardast Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayh 39 yoshda o'lgan. 39 yosh juda ham kichkina yosh. Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayh endi biz aytib turgan biz boshida nomlarini zikr qilgan Qosim Nanotuviyga ham asr. Qosim Nanotuviy og'ir kasal bo'lib o'sha umrlarining oxirida yotganlarida to'shakda bodring yegalari kelgan ekan. Bodring. Abdulhay Laknaviy bilan bularning o'rtasidagi masofa 800 kilometr joy. 800 kilometrda Abdulhay Laknaviy zabardast olib Qosim Nanotuviyning duosini olaman deb bodring ko'tarib kelgan ekan. Bu kishi yoshlari salgina kattaroq bo'lgan. Bu kishi 49 yoshda o'lgan. Bu kishi 39 yoshda o'lgan. Xullas, mana shu Qosim Nanotuviy rahmatullohi alayh demak o'sha paytda o'sha Bahodir Shoh bilan Boburda nevaralaridan eng oxirgi o'sha Hindistonda sultoni shohini davrida o'tgan eng zabardast olim deb hisoblangan. Hujjatul Islom degan laqabi bor. Shu Qosim Nanotuviyning oldilariga Merat degan shaharda hokimi Ilohiy Baxsh degan bir odam, Xudo bergan degan nomi o'zbekchasiga. Ilohiy Baxsh degan odam qopda pul olib, katta idishlarni, qopni, chamadonni ichiga tillolar ham solibdi, pul ham olibdi. Shu Qosim Nanotuviyga hadiya qilgani Devbandga olib ketdi. Yo'lda qopda pullarni ko'tarib kelayotgan vaqtida ko'ngliga kelibdiki, men qiladigan ehsonda qangi ehson biroq Qosim Nanotuviyga olib kelmagan bo'lsa kerak degan sahr ko'ngliga kelib qoldi. Kelsa Qosim Nanotuviy lo'ngilarda o'rab olib, masjidi Chatta degan bir masjidning yonida sartaroshga soch oldirib o'tirgan ekan. Sekin yonlariga hali pullarni ko'tarib ketdi. O'tirdi, ruxsat bermaganlarcha o'tirolmaydi, shaharda hokimi bo'lsa ham u. Qo'lda pullarni ko'tarib assalomu alaykum debdi. Bu kishi sekingina va alaykum assalom deb qo'ydi, burilib begin qarab qo'ymadilar. Bu odam sekin yuzlarimda turgan bo'lsa, bu tarafdan aylanib o'tgan ekan, bildirmasdan sekin bilmaganga olib baqa qarab oldilar.
aylanib kelib pullarni ko'tarib baqib o'tibdi, adam baqib o'tibdi, salomga boshqa salomdan keyin boshqa hol ahvolini so'ramabdilar. Sochni olguncha shu pulni ko'tarib turib, qo'li uzilgandek bo'lib og'rib ketibdi. Sochni olgandan keyin boshqatdan salom beribdi, u kishi oddiygina qilib alaykum assalom deb turib, hol ahvolini so'ramabdilar. Yonlariga tiz cho'kib, "Hazrat, mana shu hadiyani sizga ko'tarib keldim" dedim. "Meni sana hadiyani olishga hojatim yo'q" dedilar. U odam aytdiki, "Siz olishga hojatingiz bo'lmasa, meni berishga hojatim bor" dedi. Menga savob keldi. Biz aytdilarki, Derband madrasasidan 7,5 so'mni, o'sha yerda 17,5 so'mni 7 bosh qilib, 7,5 so'm oylik olaman dedilar. 7,5 rupiya oylik olaman. Deyarli $20 borar bormas pul. Shu narsa meni ro'zg'orimga bir oyimga yetadi dedilar. 8 so'm olib qo'ysam, yarmini nima qilaman ekan deb kechqurunni uxlamay chiqaman men. Men bir qoplikni nima qilaman men dedi. U odam ko'nglida o'tkazibdiki, "Ha, shu darajada meni pastga borarmikan?" O'zi onasi ham olib turib shogirdlariga bo'lib bersa bo'laveradi, ko'rgan narsa ko'ngliga kelar ekan. Agar seni ko'nglingga shogirdlariga bo'lib bersin degan xayol kelib turgan bo'lsa, o'zi ham olchoq bo'lib beraver, men bo'lib bermayman men dedi. Oxiri bu odamga sharmanda bo'lib o'tirib qoldi. Osmonona to'y masjidda qoldilar. Bu odam sekin ostonaning eshigining tagiga kelib turib, "Shu pulni ko'tarib qaytib ketaveraman, shuncha pul" dedi. Eshik tagida Qosimjon to'yining qovushlari turgan ekan, qovush tepasiga borib sekin qoqdi, pullarni og'da-og'da ketib boraverdi. Qosimjon to'y chiqdilar. Chiqsalar pul uyimda turibdi, qopda to'kilgan pul turibdi-yu, lekin pulga qaramasdan meni qovushim qayerda qoldi, qovush oqtarishni boshladi bu kishi. Qovush pulda edi qolib ketgan. Shogirdlari o'ylab qarab turib, pulni o'rnida qovush turadi. Qovush ustiga pulni to'kib ketdimikin, qarasa haqiqatda tagida qovush turgan ekan. Hazrat mana qovush shetda ekanini kiygizib qo'yibdi. Shu bilan qovushni kiyib pulni aqayam olinglar ham demabdi, tarqatinglar ham demabdi. Shu bilan qovushni kiyib ketaverdi. Miyonji degan bir xalifalari bo'lar ekan. Hali holatni ko'rib, nahot shu pulga qarab ham qo'ymadi, Qosimjon to'yida o'ylab turganda, Qosimjon to'yida hammamizga ta'sirli bir gap aytgan ekan. Miyonji degan. Odamlar dunyo topaman deb turib, qovushida yuraverib, qovushi yeyib ketyapti dedi. Dunyoni orqasidan menga qo'yib yurganidan qovushi dunyoni orqasidan yeyib ketyapti. Ammo men dunyo emasdan Xudo deganim uchun dunyo qovushimga sajda qilib bordi degan ekan.